Abdurashid Sultanning valiahdi bo'lganligi va Kashmirning fatihi. Hijriya 936, ya'ni milodi 1529-yili Sultan Saidxon cho'ng o'g'li Abdurashid Sultanni o'zining valiahdi, ya'ni taxt varis qildi va shu yili inisi Imin G'oji Sultanni 3 valiligidan elib o'rniga Abdurashid Sultanni vali tayin qilib avatdi. G'arbiy Tibet, ya'ni hozirgi Ladakh va Baltiston Sultan Abubakr Mirza zamonasida Sharqiy Turkistonga tava edi. Abubakr Mirzadan keyin beglar o'z oldiga mustaqil bo'lib olgan edi. Kashmirda nomi bor, o'zi yo'q bir podshohlik bor edi. Ya'ni Vachak degan xonadonga mansub beglar har yerda o'z oldiga bir mustaqil hukmdor bo'lib olgan edi. Hatto Seringar shahrida bir qancha hukmdor hukm surmoqda edi. Amiri Kabir Seyid Muhammad Mirza va Haydar Mirza ko'rganlar sultonga G'arbiy Tibet va Kashmirni elib, Sharqiy Turkistonga qo'shib olishga da'vat qildi. Ammo Abdurashid Sulton va Amir Tog'ay yo'l xatarlik va bu joylardan bizga tegadigan foyda bek oz deb qarshi chiqib, sultonni bu yurishdan qattiq to'smoqda edi. Lekin davomliq sulton bilan birga turadigan Seyid Muhammad Mirza va Haydar Mirzalar oxiri sultonni o'z fikrlariga ko'ndirdi. Hijriya 938, ya'ni milodi 1532-yili Zulhajji oyida Haydar Mirza va sultonning kichik o'g'li Iskandar Sulton 2000 kishilik bir quvvat bilan Sanju yo'li orqali Nobra va Mari yo'l, ya'ni hozirgi Ladakhga yurish qildi. Sulton o'zi 3000 kishilik qo'shini bilan Xotanga kelib, u yerdan Puli tig'iga keldi. Uning maqsadi Puli yo'li bilan Dulba, ya'ni hozirgi Shimoliy Tibetning Changtang degan shahriga yurish qilish edi. Iskandar Sulton va Haydar Mirzalar to'g'ri Nobra jilg'isiga hujum qilib ishg'ol qildi. Mariyol xalqi urushmayla taslim bo'ldi. U tarafdan Sulton Saidxon Pulining xatarlik yo'llari bilan Changtangga askar elib berishning mumkin emasligini ko'rib, Xotanga yenib Sanju yo'li bilan oldida yurib ketgan askarlarga yetishib olishni ko'zlab mangdi. Yo'lda islab, ya'ni tutakda qilib, salomatligi qattiq buzildi. Nobraga borganda xeyli yaxshilanib qoldi va Maryoldagi Iskandar Sulton va Haydar Mirza boshliq beglarni chaqirtib majlis ochdi. Muzokaralar natijasida bir qism askarlarni is va egiz davonlari bo'lmagan Nobra yo'li bilan Baltistonga yo'llab bu yerlarni qo'lga keltirgandan keyin Kashmirga yurish qilish qaror qilindi. Buning bilan tang Iskandar Sulton va Haydar Mirzalar hozirgi mashhur Ladakh Kashmir yo'li bilan yurib to'g'ri Kashmirga hujum qiladigan bo'ldi. Iskandar Sulton va Haydar Mirzalarni 4000 kishilik qo'shin bilan Kashmirga yo'llab, Sulton Saidxon o'zi Baltistonga yurdi. Kuz mavsumida Baltistonga yetib berib, 2 oy ichida butun o'lkani ishg'ol qildi. Iskandar Sulton va Haydar Mirzalar yo'l ustidagi Tibet va Balti, ya'ni Baltu shaharlarini fatih qilib, hech bir to'salg'usiz Kashmir davonidan oshdi. Kashmir hukmdorlari otliq Bo'g'oz degan joyda askar to'plab mudofaaga hozirlangan edi. Turk askarlari bu yerda to'xtadi va bir kechasi 2 qismga ayrilib, ya'ni Tuman Bahodur degan Kashmirlik qo'mondan boshchiligidagi dushman askarlari ustiga tuyuqsiz hujum bilan og'ir holda mag'lub qildi va Bo'g'ozdan chekindirdi. Yana bir tarafdan Haydar Mirza bir qism askarlari bilan dushman orqa tarafiga o'tib, qochish yo'llarini kesdi.
Qaçqan Kashmir askarlari bu ikki quvvat o'ttirisida qilib butunlay qirilib ketdi. Türk askarlari tezlik bilan yurib bir kun ichida Kashmirning markazi bo'lgan Srinagar shahriga yetib keldi. Kashmir hukmdorlari va bir qism xalq qochib tog' jangallarga, daryo o'ttirisidagi kichik orollarga berib oldi. Shuning bilan Iskandar Sulton askarlari bilan Hijriya 939-yili Jamoidil oxirida milodi 1532-yili 12-oyda Kashmir shahriga urushmasdan kirdi va Rajadan, ya'ni Raja ordusiga tushdi. Kashmirning poytaxti fatih qilingan bo'lsa-mu, hukmdorlari va bir qism xalq bo'ysunmay tog'larda mustahkam yerlarni egallab qarshilik ko'rsatmoqda edi. Shuning uchun bu fatih to'liq fatih deb hisoblanmaydi. Kashmirliklarni mustahkam yerlardan maydonga chiqarib urushmoq uchun bir hiyla ishlatish kerak edi. Shuning uchun Iskandar Sulton askarlari bilan Kashmirdan chiqib Ramaj degan joyda turdi va askarlarini oz-ozdan bo'lib Kashmirliklarga u yerdan bu yerdan tegib qo'yib, qarshilik ko'rsa chekinib, yana o'z joylariga qaytib kelib turdi. Bu vaziyat bir oy davom qilgandan keyin Kashmirliklar, ya'ni turklar bizdan qo'rqidi ekan degan tonishga keldi va yerlaridan chiqib turk askarlariga hujum qilg'ili boshladi. Turklar bu hujumlarga qarshi zaiflik ko'rsatib turdi. Buningga aldangan Kashmirliklar yuraklanib, hammasi mustahkam yerlaridan tashqariga chiqib, Bag'ibun degan joyda to'plandi va turklarning ustiga bosqut qilish planlarini tuzgili boshladi. Bu chaqda turklar tuyuqsiz bostirib kelib, Kashmirliklarni to'rt atrofidan qurshab o'ldirgili boshladi. Kashmirliklarning Malik Ali boshliq hukmdorlari va bir necha ming askarlari o'ldirildi. Ya'ni Tavarix Kashmir degan asarida bu urushda mingdan ko'proq kishining o'ldirilganligini yozgan. Kashmirliklar og'ir mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-mu, turklar ko'zlagan maqsadga yetolmadi. Chunki o'limdan eshib qolgan Kashmirliklar qochib, yana istehkomlarga kirib oldi. Bu vaziyatda ertiyozgacha shahar kentlar turklarning qo'lida, tog' va jangalliq Kashmirliklarning qo'lida turdi. Ertiyoz bo'lishi bilan urush yana boshlandi. Har qitimqi urushda Kashmirliklar mag'lub bo'lsa-mu, mavqilari mustahkam bo'lganlikdan parakanda bo'lib ketmadi. Oxiri turklar Kashmirliklarning istehkom mavqilariga hujum boshladi. Buningda turklar og'ir ziyonga uchrab, qo'mondonlar ichida hujumni davomlashtirish yoki sulh yo'llarini izlash degan masalada ixtilof tug'ildi. Ko'pchilik sulh qilish tarafdori edi. Shundoq bir paytda Kashmir hukmdori sulh talab qilib elchi avatdi va tuvandagi shartlarga asosan tinchlik kelishimini imzoladi. Birinchi, Kashmirning hukmronligi burunqidek Kashmirliklarning qo'lida bo'ladi. Ikkinchi, xutbada sultonning ismi o'qiladi va pul sultonning ismida chiqariladi. Uchinchi, Kashmirning yillik kirimining yarmi har yili yarkan xazinasiga yo'llab beriladi. To'rtinchi, Kashmir podshohi Muhammad Shoh qizini Iskandar sultonga nikohlab beradi. Kelishim imzolanib bo'lgandan keyin Muhammad Shoh boshliq Kashmir hukmdorlari kelib Iskandar sultonni ziyorat qildi. Iskandar sultonmu baglari bilan Muhammad Shohni ziyorat qildi. Bu ziyorat jarayonida hukmdorlar bir-biriga shohona hadiyalar taqdim qilishdi. Sulton Saidxon Baltistonni fatih qilib bo'lgacha qattiq qor yig'ib, Baltiston bilan Kashmir o'ttirisidagi yo'lda askarlarning yurishi qiyinlashganlikdan sulton Baltistonda qishlab qoldi. Ertiyozda yuqoridagi Kashmir tinchlik kelishimini tasdiqladi va Iskandar sultonni butun askar va baglarini elib Tibetga qaytishni amr qilib, o'zimi Kashmirga bormasdan Ladakqa qaytdi.
İskender Sultan askarlari bilan Kashmirdan qaytdi. O'ttirida texi patih qilinmay qolgan joylarni patih qilgach, shu chaqlarda Ladakning markazi bo'lgan boshqa, ya'ni Bazgu qal'asida sultonning orqasidan yetishdi. Sultan Saidxonning vafoti. Sultan Saidxon Tibet va Boltistonning butun yerlariga hokimlarni tayin qildi va yetarlik sonda askar turg'izdi. Bütün Budda dindikilerinin qibligahı bolgan Ürsang, yani hazırkı Lhasa, Dülbe, yani Changtang ve Köknur, yani hazırkı Qinghai өлkələrini patih qilish uchun İskender Sultan ve Haydar Mirzani 2000 atlıq askar bilan Sharqiy Tibetga yo'lladi. O'zi Baska qalasidan minib Nubraning markazi bo'lgan Hundaris qalasida Qurban Hit namozini o'qib Yarkentga qarab mangdi. Qara Quram davonining Dapsang cho'qqisiga kelganda qattiq islab ketdi va saqiyolmay Hijriya 939, ya'ni milodi 1532 yili Zulhajjining 16 kuni yo'lda vafot bo'ldi. Jestini bəgləri Yarkentga ilib kelib, Arak, ya'ni xonliq o'rda beg'ida yerlik qo'ydi. Hozirgi oltin mazar Sultan Saidxon va uning avlodlarining mazari. Sharqiy Turkistonda qadimdan tartib podshohlarning mazaridir. Ya'ni oltin mazar deb ataladi. Yani tarixiy Rashidda Sultan Saidxonning sifati va tarifi tafsili bayon qilindi. Qisqasi, Sultan Saidxon rahimdil, dahi, siyosatchi, dindor, olimlarni do'st tutadigan odil bir zot edi. Rahatparvarsizlik va aysh ishratni yaxshi ko'rmaydi. Ovlashni, sayohat qilishni va g'azot yurishlariga qatnashishni yaxshi ko'ratdi. Chiqimchining so'ziga ishonmaydi. Qon to'kishdan nafratlanadi. İskender Sultan va Haydar Mirza Sultanni Baskidan uzutib qo'yib, ikki qo'liga ayrilib, Lhasaga qarab yurish qildi. Oldiga uchirgan Tibetlarni mag'lub qilib, ilgirladi. Hindistondan Budda dinining muqaddas qibligahini mudofaa qilishga kelgan bir qancha ming hindu bilan urushib, ularni mag'lub qildi. Satlash daryosining beshiga kelganda İskender Sultan askarlarining yerimi bilan shu yerda qilib, Haydar Mirza 900 askari bilan Lhasaga yurdi. Lekin yo'lda otlar va askarlar islab ma'lumay qoldi. Lhasaga 8 kunlik yo'l qolganda otlarning yerimi o'ldi. Askarlar piyoda minishga majbur bo'ldi. Uning ustiga Lhasada dushmanning nihoyatda ko'p askarlari borligi ma'lum bo'ldi. Haydar Mirza buni anglab Lhasaga bormay atrofidagi Tibet kentlariga bostirib kelib, 100 ming tuyoq qo'y, 20 ming qo'taz, bir qancha 100 to'ti, ya'ni Tibetning dongliq kichik otlari va yüzlerce xalqni asir ilib, Hijriya 940, ya'ni milodi 1533 yili yozda Ladakda İskender Sultanning orqasidan yetishdi. Abdurashid xonning sultan bo'lganligi. Sultan Saidxon dafni qilingan kunlarda valiahdi Abdurashid Sultan 3, ya'ni Oqsuda edi. Sultan dafni qilinib bo'lgandan keyin Amri Kabir Seyid Muhammad Mirza Qashqardan kelib ta'ziya marosimini bajo keltirdi va butun xon jamoati va baglarni yig'ib o'zini, ya'ni eng oliy amir deb tasdiqlatdi. Shuning bilan Abdurashid Sultanni qo'rchoq sulton qilib, butun harbiy va ma'muriy huquqni o'zi egallashning ko'yiga tushdi. Said Muhammad Mirzaning bu ishlarni ba'zi baglar va xon jamoatidagilar maxfiy suratda Abdurashid Sultonga ma'lum qildi. Bu arada Abdurashid Sulton Yarkentga keldi. Said Muhammad Mirza boshliq shahar xalqi
cho'ng kichik hamma kishi uni qarshi elishga shahar sirtiga chiqdi. Abdurashid Sultan Seyid Muhammad Mirzani qarshi elishga chiqqan yerida bir fursat tepib o'ltirib etishga odam tayinlagan edi. Seyid Muhammad Mirza Abdurashid Sultanni ko'rib darhol otdan tushdi va ta'zim qilib salom bergan paytda Abdurashid Sultanning odamlari uni va yordamchisi Seyid Alini qilich bilan qiymi-chimi qilyapti. Buningdan keyin Abdurashid Sultan u yerdan Udul Sultan Saidxonning mozoriga berib ziyorat qildi va qaytib ordisiga keldi. Ta'ziya va motam murosimlarini ado qildi. Hijriya 940-yili Muharram oyining 1-kuni, ya'ni milodiy 1533-yili 7-oyning 23-kunini an'anaviy murosim bilan Oq Kegizda o'ltirib, butun beg va xalqlarning bay'atini elib, o'zini Sharqiy Turkiston va Tibetning buyuk xoni e'lon qildi. Seyid Muhammad Mirzaning butun mol-mulki musodara qilinib, o'g'illari turmaga elindi. Amir Ali Tog'ayga Amir Kabir unvoni berildi va Qashqarga vali bo'lib tayinlandi. Mansur Xon burunqidek xonga tava bo'lib Turpanning umumiy valiligida turdi. Tibetga Iskandar Sultan vali bo'ldi. U yerdagi askarlarning o'rniga yangi askarlar avatildi. Tibetliklar burunqi askarlarning qaytayotganligini ko'rib, hamma yerda isyon boshlatdi. Iskandar Sultanning bu isyonlarga kuchi yetmay, Tibetdan chekinishga majbur bo'ldi va askarlarini elib Yarkandga qaytib keldi. Haydar Mirza Sultan Abdurashiddan qo'rqib Yarkandga kelmadi. Raskam tog' eg'izi orqali Badaxshonga o'tdi. Badaxshondan Bobur Shohning o'g'li Humayunning yeniga ketdi. Shundoq qilib Sultan Saidxonning beshini yegan Tibet va Kashmir hokimiyati bir yildan keyin ortiq davom qilolmadi. Hijriya 940-yildan 1048, ya'ni milodiy 1533-yilidan 1638-yillari orasida yuz bergan voqealar. Sultan Abdurashid Xon taxtga chiqqandan keyin Oltoy va Emildan boshqa hozirgi Sharqiy Turkiston o'lkalari Saidiya davlatiga tava yurtlar bo'lib, xalq nihoyat tinch va boyashan turmush kechirmoqda edi. Hijriya 950, ya'ni milodiy 1543-yili Turpan umumiy valisi Mansur Xon vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Shohxon umumiy vali bo'ldi. Hijriya 978, ya'ni milodiy 1570-yili Sultan Abdurashid Xon vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Shujoiddin Ahmad Xon taxtga chiqdi. Shu yili Turpan umumiy valisi Shohxon vafot bo'ldi. Shujoiddin Ahmad Xondan keyin Abdul Kerim Xon va uningdan keyin Muhammad Xon va Abdullatif xonlar xonlik taxtiga chiqdi. Bu 4 kishining 59 yillik hukmronligi davri haqida ko'p ma'lumotlarimiz yo'q. Bularning taxtga chiqish va vafot bo'lish yillarimi aniq emas. Sultan Abdullatif Xon Hijriya 1037, ya'ni milodiy 1627-yili vafot bo'ldi. Bu arada Sultan Abdurashid Xonning avlodlaridan Abdurahim Xon Turpanning umumiy valisi edi. U mustaqillik bilan qilib Saidiya davlatini ikkiga bo'layotdi. Sultan Abdullatif Xon o'lgandan keyin shahzodalar o'rtasida taxt talashish urushi boshlandi. Bu qonliq urushlar 10 yil davom qilib, oxiri Turpan umumiy valisi Abdurahim Xonning o'g'li Abdullah Xon hammaga g'olib kelib, Jidalni besib turdi va Yarkand taxtini egalladi. Abdullah Xonning xonlik davri. Abdullah Xon Hijriya 1048,
ya'ni milodiy 1638-yili Yarkan taxtiga chiqib, o'zini xon e'lon qildi. Shu chaqdagi Saidiya davlatiga qarashliq o'lkalardan 6 shahar Turpan, Beshbaliq va G'oljini Abdullaxon bevosita o'z idorasiga oldi. Natijada bu yerlarda ichki jihatda mustaqillikqa ega hech bir hukumat qolmadi. Bu suratda Sharqiy Turkistonning butun harbiy, ma'muriy va moliya ishlari bir yerga bog'langanligi uchun davlat kuchlandi. Yurtning tinchligi saqlandi. Askariy kuch ko'p taraqqiy qildi. G'arbdagi kichik xonliqlarni o'ziga tava qilish uchun Qashqar va 3 viloyatlarga askar yig'ib, Farg'onaga askar yo'llash tayyorligini boshladi. Buni anglagan Toshkent va Qo'qand xonlari Abdulla xonga bo'ysunganligini bildirdi. Abdulla xon bularni har yili kimning belgilangan bir miqdorini Yarkan xazinasiga yo'llash va xutbini Abdulla xonning nomida o'qish shartlari bilan o'z homiyligiga qabul qildi. Shuning bilan G'arbiy Turkistonning buyuk bir qismi Sharqiy Turkiston davlatiga tava bo'ldi. Abdulla xon urushlarda vayron bo'lgan shaharlarni, jome madraslarni, karvon yo'llarini, yo'l ustidagi langar, ya'ni danglarni va quduqlarni yangidan yasab chiqdi. Qashqar, Yarkan va Xotanda birdan buyuk madras soldi. Bu madraslarga nurg'un yerlarni, hatto kentlarni vahibiy qildi. Ya'ni xonliq madrasa deb atalgan bu mashhur madraslar va vaqflar hozirgacha saqlanib kelmoqda. Abdulla xon yurtni obod qilish va ziroat ishlarini rivojlantirish uchun ko'p tirishdi. Nurg'un eriq o'stan qozdirib, to'g'on yasab, sug'urish ishlarini yaxshiladi. Hozirmo mavjud bo'lib turgan Xotan va Kiriya o'ttirsidagi Chiriya shahrining 4 cho'ng o'stingi va ya'ni Torma, ya'ni etizlarga navbat bilan suv elish tuzumi Abdulla xonning tarixiy to'hfalaridan biridir. Hijriya 1075, ya'ni milodiy 1664-yillari atrofida Kiriya va Charchanning tog'lari qismlarida o'ltirishliq musulmon bo'lmagan seriq Uyg'urlar isyon chiqardi va Kiriya shahriga hujum qilib, xalqni qatliam qildi. Abdulla xon buni anglab, Yarkanddan Kiriyaga yurish qilib, seriq Uyg'urlarni mag'lub qildi. Seriq Uyg'urlar tog'larga qochdi. Abdulla xon ularning orqasidan askar yo'llab, qo'g'lab, yetgan yerida o'ldirib, ularni tamoman yo'qotishga buyruq qildi. Natijada Kiriya va Charchan tog'laridagi seriq Uyg'urlardan birisini saq qo'ymay yo'q qildi. Abdulla xonning zamonasida qalmoqlar nihoyatda kuchlanib, qozoqlarni mag'lub qilgandan keyin Hijriya 1070, ya'ni milodiy 1659-yil atrofida G'ulja va Beshbaliqqa hujum qilib, Abdulla xonning askarlarini og'ir holda mag'lub qildi va bu joylarni ishg'ol qilib oldi. Ikki taraf orasida dahshatli urushlar bo'ldi. Qumul va shaharlarmo qalmoqlarning qo'liga tushib ketdi. Ya'ni bu urushlar haqida boshqa tafsiliy ma'lumotimiz yo'q. Natijada Sharqiy Turkistonning intayi muhim qismi Saidiya davlatidan ayrilib ketib, yolg'iz 6 shahar qoldi. Shuning bilan Abdulla xonning iqtisodiy va askariy kuchi bek ojizlashib ketdi. Abdulla xon davrida G'arbiy Turkistondagi parcha-parcha bo'lib ketgan O'zbek xonlari doim bir-biri bilan urushib, yurtni vayron qilmoqda edi. Bu ansiz vaziyatdan qochgan xalq Sharqiy Turkistonga yaqin etib ko'chib kelgili boshladi. Abdulla xon bu ko'chmanlarga ko'p rahim shafqat qilib, yaxshi kutib oldi. Yer ko'rsatib berdi. Turmushidanmi yaxshi xabar elib o'rinlashtirdi.
Bu ko'chmanlar orasida, ya'ni saidlik da'vosi qilingan ba'zi, ya'ni xo'jalar bor edi. U zamonlarda, ya'ni man taraqqat murshid yoki man said degan kishining islom dunyosida boziri ittik ekanligi tarix o'qigan hamma kishiga ayon. Abdullah xon bu xo'jalarga haddidan ziyoda hurmat qilib, har ishni ularning istixorlari va maslahatlari bo'yicha qilgan. Har narsani ularning orzulariga pido qilgan bo'ldi. O'zi boshchilik qilib, butun xonlik xonadonidagi kishilarni va davlat kattalarini bu xo'jalarga murid qildi. Bara-bara xalq ammasi bu xo'jalarni tasavvurining ustida yuksak bir martabaga ega kishilar deb e'tiqod qilishga boshladi. Shuning bilan bu xo'jalarning nupuzi boshqa har qanday bir nupuzli kishidan ustun holga keldi. Abdullah xondan keyin Sharqiy Turkiston xalqining tarixida ko'rilgan falokatlarga giriftor bo'lishiga mana bu xo'jalarning hasadxo'rligi va tuzkorligi sabab bo'ldi. Bularni navbat kelganda tafsili bayon qilaman. Abdullah xonning xonliqdan yiqilishi. Abdullah xon o'g'illaridan Yo'lbars xonni Qashqarga vali qildi. Yo'lbars xon bek zolim va mustabid bir odam bo'lganligi uchun Abdullah xon uni vazifasidan elib tashlashga, hatto yo'qotishga qaror qildi. Yo'lbars xon dadasining bu niyatidan xabardor bo'lib, darhol isyon ko'tardi. Abdullah xon uning advini berish uchun askar yo'lladi. Bu askarlar mag'lub bo'ldi. Ikkinchi qitim dada bola o'rtasida shiddatli urushlar bo'ldi va Hijriya 1078, ya'ni milodi 1667-yili Abdullah xonning askarlari uzil-kesil mag'lub bo'ldi. Abdullah xon o'z o'g'li tarafidan ko'rgan bu yomonlikqa chiday olmay, taxtni tashlab yurtdan chiqib ketishga qaror qildi. O'rniga kichik o'g'li Abdul Mo'min xonni taxtga chiqarib, o'zi bir qism yaqin odamlarni elib Hindistonga chiqib ketdi. Avrangzeb Alamgir, ya'ni Hindiston podshohi bu xabarni anglab, Kashmir valisi Mubariz xonga Abdullah xonni podshohga loyiq izzat va ikrom bilan qarshi elib, Dehliga yo'l silishni buyurdi. Mubariz xon Abdullah xonni zo'r ihrom bilan kutib oldi va bir qancha kun dam oldirib Dehliga yo'lga soldi. Avrangzeb Alamgir Abdullah xonni hashamatlik murosim bilan qarshi elib, nihoyatda hurmat qildi. Abdullah xon Dehlidan Makkaga berib haj qilib, yana Hindistonga qaytib keldi. Avrangzeb Alamgir Abdullah xonga, ya'ni o'g'illarining siliga qilgan adabsizligidan qattiq beoram bo'ldim. Amdi vatanlariga qaytmislar. Meni o'z o'g'illari o'rnida ko'rib, Hindistonda turib qolsizlar. Vafodor bir o'g'illadek xizmatlarini qilaman, degan. Abdullah xon bu iltifotliq muomaladan nihoyatda xursand bo'lib, Hindistonda qoldi. Yozni o'tkazish uchun Hijriya 1080, ya'ni milodi 1669-yili Kashmirga kelganda shu yerda vafot bo'ldi. Abdullah xon yurtdan chiqib ketgandan keyin Yo'lbars xon Abdul Mo'min xonni mag'lub qilib, o'zi xon bo'ldi. 2 yil nihoyatda zulm va istibotlik bilan hukm surib, Hijriya 1081-yili o'ldirildi. Ya'ni tarixiy rashidda Yo'lbars xonning zolimligini tasvirlab, ya'ni shundoq bir zolim ediki, uning oldida Hujjaj zolim xijil bo'ladi. Zuhaq maran yomonlab ketadi deb yozilgan.